Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir doirasida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi KAL markaziga kelib tushgan murojaatga asosan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida soxta pullarni sotayotgan shaxs qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha 1988-yil Sirdaryo tumanida tug'ilgan shaxs tadbirga shartli ravishda jalb etilgan fuqaroga 3 million so'm evaziga soxta 100 ming so'mlik kupyuradagi jami 15 million 500 ming so'm miqdoridagi pullarni sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Shuningdek, tadbir davomida mazkur shaxs boshqaruvidagi transport vositasi ko'zdan kechirilganida salon qismida yana 36 dona 100 ming so'mlik, 31 dona 200 ming so'm kupyuradagi hamda 18 dona 100 AQSh dollari miqdoridagi soxta pullar mavjudligi aniqlandi. Surishtiruv jarayonida ushbu shaxs mazkur pullarni Sayxunobod tumanida istiqomat qiluvchi fuqarodan o'tkazish maqsadida olganligini ma'lum qilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda qamoqqa olindi. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham shu kabi holatlarga duch kelsangiz, Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi KAL markaziy ishonch raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shaxsingizni sir saqlanishi kafolatlanadi.